Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Pythonda while takrorlash operatorlaridan biri bo'lgan shu while bilan tanishamiz. While qanday bo'ladi? Kelinglar misol uchun mana bu yerda n degan son olib, bunga boshida 0 qiymatni yuklaylik va while n shu n yoki teng 9 ga teng bo'lmaguncha aylansin va har safar birini qo'shib ketsin. Bizga print qilib natijani endi mana bu yerda biz natijani ko'rishimiz mumkin. Yana 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni shu kod orqali hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni for dan tashqari while operatorini ham ishlatishimiz mumkin. For dan farqi bu yerda mana bu shart beriladi. O'sha shart true bo'lguncha while tanasidagi algoritm bajarilaveradi. For da esa biz ya'ni boshlanish va tugashini va hattoki qadamlar sonini ham berishimiz mumkin edi. Va buni oldingi darsimizda ko'rib o'tdik. While shu asosiy farqi shu. Agar biz cheksiz sikl qiladigan bo'lsak, mana bu yerga true deb qo'yadigan bo'lsak, biz har doim true mana sanashda davom etyapti. Sanab ketaveradi. Bu sikl cheksizlikka tushib qoldi, ya'ni cheksiz davom etaveradi. To kompyuterimiz o'chib qolmaguncha. Aynan shunday. Biz bu bilan ya'ni break va continue'ni ham ishlatishimiz mumkin. Misol uchun if agar shu n teng bo'lib qolsa 4 ga break qilib to'xtasin. 3 gacha bordi, 4 ga bo'lib qolganda dastur to'xtadi. Va bu yerga continue qiladigan bo'lsak, 4 kelganda mana ko'rib turibsizlar, 3 dan keyin 5 boshlanib ketyapti. 4 yo'q. O'sha 4 kelganda davom etib ketadi. Ya'ni sakrab ketish. Ya'ni sakrab o'tib ketadi. Mana shunaqa ma'nosida tushunsak bo'ladi, ya'ni. Shunday tushunarliroq bo'ladi. Endi nechigacha bo'lgan sonlarning yig'indisini topaylik. Misol uchun hozir 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi. Yig'indisini hisoblab ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda 1900 son desa bu yerda mana bu yerda biz total degan yo misol uchun oddiroq s degan o'zgaruvchi e'lon qilib unga 0 yuklaymiz va bu yerga shu 10 sonini, ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lganini yuklaymizda shart qachongacha bajarilsin. Shu 0 dan katta bo'lgan, ya'ni n 0 dan katta bo'lgangacha shart bajarilsin. Biz har doim s ga plus n ni qo'shib ketamiz va har safar n aylanganda va biz endi har safar bittaga kamaytirib qo'yishimiz kerak. Print biz yig'indini bu yerda ko'rsak yaxshiroq ko'rinadi. Birinchi son 9 edi, ya'ni 9 dan 8, 7, 5, 6 mana bu printdan kelayotgan, ya'ni
sikl ichidagi print va ko'rinib turibdiki, oxiridagi 0 ga tushdi. 0 ga tushgandagi sikl to'xtatdi va umumiy bizga mana bu s ya'ni sikl tugab bo'lgandan keyin mana bu qiymat javobi qaytarildi. Ya'ni while shunday ishlaydi va while ichida ifni ham ishlatishimiz mumkin. Boya buni ko'rib o'tdik. While qayerlarda ishlatiladi? Noma'lum marta takrorlash kerak bo'lsa, misol uchun bizga takrorlanishlar soni aniq emas, ya'ni qaysidir nuqtaga borgandagina takrorlanishlar sonini to'xtatishimiz mumkin. Bizga aynan shu holatlarda while operatori qulay, foydalanish uchun ancha qulay. Foydalanuvchi input bilan ishlaganda, ya'ni kirituvchi ma'lumotlar bilan kiritganda o'sha ma'lumotlar ustida ishlash, ya'ni siklni o'sha ma'lumotlar asosida tugash va boshlanishini boshqarishda ham juda qulay. Keyinchalik parollarni tekshirish, server, bot, menu tizimlari bilan ham ishlashda anchagina qulay va o'sha yerlarda ishlatishingiz mumkin. Bugungi darsda siz bilan ulashmoqchi bo'lganlarim shular. Darsda qandaydir xatoliklar va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib ketishingizni so'rayman. Xayr, salomat bo'ling.